Salmonxonni qachondan beri sevasiz? Tug'ilganimdan buyon sevaman desam bo'laveradi. Chunki beshikda yotgan paytim ham yig'lab yotganimda Salmonxonni qo'shiqlarini qo'yib bersa bo'ldi, tamom. Yig'lashlarim to'xtab qolardi. Shunaqa darajada qattiq yaxshi ko'rib sevganman. Ko'ryapsizlarmi? Yoshligimdan buyon yaxshi ko'rib sevaman. Agar uni kinolarini qo'yib bersa bo'lardi, o'sha yerda yotib olib tomosha qilgan bo'lardim. Umuman yig'lamasdim ham, umuman boshqa narsalarga qiziqib ketib ham qolmasdim. Faqat o'shani kinosini ko'rib, o'shanaqa stilga gap yo'q. Rahmat. Keyin yana shunaqa savollar kelibdi, juda ham ko'p. Stilni kim yasab beradi, kim qilib beradi deb hech kim qilib bermaydi. Hammasini o'zim qilaman. Xullas, yarashadi degan umiddaman. Shunaqa. Agar Jungkook menga turmushga chiq deganda chiqarmidingiz? Yo'q, darrov rozi bo'lmaydi-da. Qiz bola noz qiladi. Gapni u yoqqa, bu yoqqa aylantirib, noz qilib olaman-da. 2 oycha noz qilaman. 2 oydan keyin turmushga chiqaman degan bo'lardim. Shunaqa. Darrov roziman demaydi-da qiz bola, chunki o'lib turgan ekan deydi-da. Shuning uchun qizlar sizlarga maslahat, noz qilib keyin oxirida xo'p deb qo'yinglar, xo'p? Nega cho'lka kesdingiz? O'zi cho'lka kesmoqchi emas edim, prosta battlda yetkazib qo'ydim-da. TikTokda battle o'ynatuvdik, sal kattaroq battle edi, shunda yetkazib qo'ydim. O'zi mana bu joyda, mana bu yerdan kesdim. Mana shuncha joyda kesib tashlash kerak edi. Bir qarash joyda kesdim-da. Kesgandan keyin bu yerdan o'zi mana bu yerdan kalta bo'lib qolgan edi soch. Mana shuncha joy kalta bo'lib qoldi. Keyin xunuk bo'lib qoldi-da. Ana undan keyin men bu yog'ini ham kesib, moslab, chiroyli qilib to'g'rilab oldim. Xullas, cho'lka bo'lib ketib qoldi. Nechta yigit bilan gaplashgansiz? Yo'q, men unaqa yigitlar bilan gaplashib yuradigan qizlardan emasman. Unaqa yigitlar bilan gaplashib ham yurmayman-da. Men jim o'tiradigan qizlardan. Men otobli bahoyirman. Video qo'ysa, kim bu video qo'ysa, o'sha gaplashaveradi degani emas-da endi bu. Men video qo'yishim mumkin, lekin bola bilan gaplashaman degani emas. Dirgatimni yozsam, dirgatimga shitib bloklab tashlayman shunaqa. Agar sizga kefir o'ylanaman desa, turmushga chiqarmidingiz? Kim o'zi u kefir? Men umuman unaqa insonni tanimayman. Yo'q, men tanimagan insonga hech qachon turmushga chiqmayman. Agar tanigan bo'lsam, menga ha degan bo'lardim. U kefirmi? Kefir, uni tanimayman. Yo'q. Nima sababdan blogerlik qilgansiz? Qiziqish hammasi. Shunchaki hobbi. Shuning uchun. Bir mashhur bo'lishga qiziqdim-da. Meni ham videolarimda hammasi rekka chiqib ketsa, qachon chiqib ketar ekan, men ham mashhur bo'lsam, hamma meni tanisa degandim. Keyin shu orqali qiziqishim juda ham kuchayib ketganligi bois videolar joylab boraverdim. Har xil videolar joylab tashladim, har xil yo'nalishda. Lekin Allohga shukr, har bitta videolarim rakka ketib mashhur bo'ldim.